Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan Telegram savol-javoblarimizni davom ettiramiz. Bizda juda ham ko'p bo'layotgan savollardan bittasini o'qib eshitiraman. Bu savollarni takror bo'layotganligi uchun tanlab olib javob berishga harakat qilyapmiz. Xo'p, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mani qizim 1 yosh, 9 kilogramm, juda ko'p terlayapti. Shunga qanaqa dori bersam bo'ladi? 1 yoshli bola juda ko'p terlayotganligi haqida shikoyat qilishyapti. Emizikli yoki qo'shimcha ovqatlar bilan oziqlanadigan holatda. Bilasizmi, bundan boshqa savollarda ham bolam emiyotganda ko'p terlayapti yoki o'ynayotganda ham terlab turadi yoki ozgina harakatga ham terlab ketyapti degan savollar juda ham ko'p bo'ladi. Bu terlashning sabablari juda ham ko'p bo'ladi. Avvalo, eng birinchi o'rinda bizni holatimizda mijozga e'tibor berishmay qo'ydi. Onalarimiz ham, oiladagi boshqa holatlar ham, doktorlar ham bolalarda mijozlari haqida umuman e'tiborga berilmayapti. Mijoz haqida keyinroq qilib tushuncha beramiz. Xo'p, terlashda modda almashinuvini buzilishiga asosiy sabab bo'lyapti. Bunda asosiy sabablardan bittasi vitamin xolikalsiferolda yetishmovchiligi bo'ladi. Xolikalsiferol organizmda yetishmasa, kerakli vitaminlarning taqsimoti buzilib qoladi. Bu holatlarda bolaga vitamin D3 deyishadi xalqimiz tilida, lekin bizning tilda xolikalsiferol. Xolikalsiferolni kunda birinchi yarmida tongda berish ma'qulroq, sababiki uni organizmda ishlashi uchun quyosh nuri zarur bo'ladi. Quyosh nuri odam organizmiga soat 10 dan 12 gacha bo'lgan vaqtda bemalol erkin kirib boradi. Bu 10 dan 12 gacha bo'lgan vaqtda 10-15 minut sayr qilish kerak. Siz kunda birinchi yarmida, ya'ni tongda profilaktik doza D vitaminini 2 tomchidan bir mahal berishingiz mumkin. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha assalomu alaykum.